أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى فضل كرم bilan tafsiri muyassar kitobidan o'qib o'rganib ketayotgan edik. Bugungi yetgan joyimiz Baqara surasini 106-oyatidan toki 112. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annalloha ala kulli shay'in qodir. Oyatlardan birortasini nasx qilsak yoki unuttirsak, undan yaxshisini yoki unga o'xshashini keltirarmiz. Alloh har bir narsaga qodir ekanligini bilmadingizmi? Ma nubaddilu min ayatin aw nuzilha min al-qulubi wal azhani na'ti bi anfa'alakum minha. Biz oyatlardan nimani almashtirsak yoki qalblardan va zehnlardan nimani ketkizsak, unda sizlar uchun undan ko'ra manfaatli bo'lganini olib kelamiz. Aw na'ti bi misliha fil taklifi va savabi, yoki taklifu savoblarda o'shanga o'xshashini olib kelamiz. Va likulli hikmatun, har bittasi uchun, ya'ni har qanday ana shu holatlar har bittasi uchun hikmat bordir. Alam ta'lam ayyuhan nabiyyu anta va ummatuka annalloha qodirun la yu'jizuhu shay'un. Ey payg'ambar siz va sizni ummatingiz bilmadingizmi? Albatta Alloh taolo qodirligini, uni biror narsa ojiz qoldirmasligini. Demak, Alloh taolo bu oyatda nasxlar haqida aytayapti. Bu nasx qilish Alloh taoloning o'zini bir hikmatidan. Nasx endi faqat hukmlarda bo'lar ekan. Xabarlarda va Alloh taoloning go'zal ismi sifatlarida nasx bo'lmas ekan. Nasxlarning eng kattasi Alloh taolo Zabur, Injil va Tavrotni nasx qilgani ekan. Alloh taolo eng katta nasx qilgani, demak Zabur, Injil, Tavrotni nasx qilgani. Chunki Qur'on kelgandan keyin ilgari kitoblar nasx bo'lgan. Ham bo'lgan. Shunga dalil Alloh taolo Oli Imron surasini 50-oyatida aytgan. Ya'ni Iso alayhisalomni tillaridan musaddiqan lima bayna yadayya minat tavroti va li uhilla lakum ba'zalladhi harrama alaykum. Ya'ni o'zimdan oldingi Tavrotni tasdiqlovchi bo'lib, sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim deb Iso alayhisalomni nimalaridan oyatda bilamizki, demak o'zimdan oldingi Tavrotni tasdiqlovchi bo'lib keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Qarang, o'sha haromligini nasx qilib, demak halol qilish uchun keldim. Ya'ni Allohning izni bilan halol harom qiluvchi Alloh, nasx qiluvchi ham o'zi Alloh, uni o'rniga boshqa oyatlar keltiruvchi ham Alloh. Mana bu endi hamma kitoblarda ham bo'lgan ekan. Yahudiylar bo'lsa nasxda inkor qilishar ekan. Hatto ular Iso alayhisalomga ham iymon keltirmas ekanlar. Nasx o'zi hamisha ham bo'lgan ekan. Shu Odam alayhisalomni Alloh taolo yaratgandan boshlab
Alloh taolo o'zi ixtiyor qilsa nasx qiladi, o'zi ixtiyor qilsa o'rniga boshqasini keltiradigan zot hukmlarda. Demak, nasx faqat hukmlarda bo'lishligini bilishimiz kerak ekan. Xabarlarda Allohning go'zal ism sifatlarida bo'lmas ekan. Odam alayhissalom paytlarida aka singilga uylanishi halol edi. Endi odam yo'q yer yuzida, shu akaga singilni olib berilgan edi. Keyin shu odamlar endi o'sha ulardan tarqagandan keyin mana bu hukm nasx bo'lgan ekan. Bani Isroilda bo'lsa opa singilni ikkovisiga baravar uylanish halol ekan. Islom kelgandan keyin uni ham Alloh taolo harom qilgan ekan. O'sha Yaqub alayhissalom ham Bani Isroildan bo'lganlar-ku. Ilgari paytda shu Yaqub alayhissalom ham opa singilga uylangan ekanlar. Tog'alarini ikkita qiziga uylangan ekanlar. Alloh taolo nasx qilishlik o'zini ixtiyorida. Alloh taolo o'zi nasx qiladi, o'zi uni o'rniga xohlasa boshqa oyatlarni keltiradi, uni o'rniga boshqa hukmlar keltiradi yoki umuman keltirmaydi. Alloh taolo shu oyatlarni nasx qilishlik bilan, ya'ni hukmlarni nasx qilishlik bilan insonlarni ham sinar ekan. Qani ular Allohga toatdamilar, itoatdamilar yoki itoat qilmaydilarmi? Bu o'sha bandasiga bo'lgan sinov ekan. Alloh taolo o'zini kitoblarida gohida o'sha og'ir ibodatlarni, o'sha qiyinroq bo'lgan narsalarni yengilchilikka almashtirar ekan. Gohida o'sha yengil bo'lganini undan boshqa mukammalroq ibodatga almashtirar ekan, yo hukmga almashtirar ekan. Islomning boshida Ashura kuni ro'zasi farz bo'lgan ekan. Bir kun Ashura kuni ro'zasi farz bo'lgan ekan islomning boshida. Keyin bu 30 kun Ramazon ro'zasi bilan Ashura ro'zasini farzligi nasx bo'lgan ekan. Endi mana hozirgacha Ashura ro'zasini tutamiz. 2 kun qilib tutamiz. Bu endi sunnat amali bo'lib qoldi. Farz bas. Ilgari farz bo'lgan ekan shu bir kun Ashura ro'zasi. 30 kun Ramazonning ro'zasi bilan u keyin nasx bo'lgan ekan. Islomning boshida eri o'lgan ayol 1 yil uyidan chiqmay o'tirar ekan. Alloh taolo buni ham 4 oy 10 kun bilan almashtirib nasx qilgan ekan. Ba'zi nasx oyatlarini Alloh taolo bandalaridan unuttirgan ekan. Ular Qur'onda ham yozilmagan ekan. Ba'zilari yozilgan, lekin o'sha hukmi nasx bo'lgan ekan. Buni hammasida Alloh taoloning hikmati bor. Va Alloh taolo bir ishni qilsa, albatta bir katta bir hikmat uchun qiladi. U zot o'sha hammasiga qodir bo'lgan qodir zot. Alam ta'lam anna Alloha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Albatta osmonlar va yerning mulki Allohniki ekanligini va sizlarga Allohdan o'zga do'st ham, yordamchi ham yo'qligini bilmadingizmi? Ama alimta ayyuhan nabiyyu anta va ummatuka anna Alloha ta'ala huval malikul mutasarrifu fis samawati wal ardi yaf'alu ma yasha va yahkumu ma yurid va ya'muru ibadahu va yanhahum kayfa ma sha wa alayhimut ta'atu wal qabul wa liya'lam man asah an laysa li ahadin min dunillahi min waliyyin yatawallahum wala nasirin yamna'uhum min adabillah. Ey payg'ambar, siz va ummatingiz albatta Alloh taolo u osmonlarda yu yerda tasarruf qiluvchi podshoh ekanligini bilmadingizmi? Yaf'alu ma yasha, u xohlaganini qiladi va nimani iroda qilsa hukm qiladi va bandasiga buyuradi va qaytaradi, kayfa masha, xohlaganicha bandasiga buyuradi va bandasiga nahiy qiladi. Va ularga, ya'ni bandalarning zimmasida toat qilishlik va qabul qilishlik bordir.
osiy bo'lgan kimsa bilib qo'ysinki, albatta birorta uchun Allohdan boshqa birorta uchun unga vali bo'ladigan, ya'ni do'st bo'ladigan birorta yordamchi yo'qligini bilib qo'ysin va uni o'sha Allohning azobidan uni saqlab qoladigan, man qilib uni himoya qiladigan biror nusrat beruvchi ham yo'qligini bilib qo'ysin. Demak, bu Alloh taolo bu oyatda nasxni inkor qiluvchilarga raddiya beryapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan xitob barcha ummatlarni ham o'z ichiga oladi. Endi Alloh taolo alam ta'lam, bilmadingizmi, ey payg'ambar, bilmadingizmi deb aytayapti. Bu barcha ummatni o'z ichiga oladi, barcha insonlarni o'z ichiga oladi. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taoloning qudratini, u osmonlar va yerda podshohligini xohlasa buyuradi, xohlasa nahiy qiladi, hamma tasarruf uni qo'lidaligini biladigan zotlar. Lekin xitobda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qilingan bo'lsa ham, bu barcha ummatlarini o'z ichiga oladi. 108-oyat. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Yoki payg'ambaringizdan bundan avval Musodan so'ragandek savol so'rashni xohlaysizmi? Kim iymonni kufrga almashtirsa, batahqiq to'g'ri yo'ldan adashgan bo'lur. Bal aturiduna ayyuhan nas an tatlubu min rasulikum Muhammadin sallallohu alayhi va sallam ashya'a biqasdil inadi wal mukabarati kama tuliba mislu zalika min Musa. Balki ey insonlar, sizlar payg'ambarlaringiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan qaysarlik va kibr havo qasdi bilan Musodan bundan oldin kamatuliba mislu zalika min Musa, ya'ni Musodan mana shuni o'xshashi talab qilingandek o'sha bir narsalar talab qilishligini istaysizlarmi? Wa'lamu anna man yaxtarul kufra va yatrukal imana faqad kharaja an ta'atillahi an siratillahi al-mustaqimi ila jahlin va dalal. Ilal jahli va dalal. Bilingizlarki, albatta kim kofirlikni ixtiyor qilsa va iymonni tark qilsa, dar haqiqat Allohning sirotal mustaqimidan chiqqan bo'ladi. Ilal jahli va dalal. Allohning sirotal mustaqimidan, ya'ni to'g'ri yo'lidan jaholatga va zalolatga chiqqan bo'ladi. Demak, bu oyatda Alloh taolo shu mushrik kofirlarni Rasulullohdan mo'jiza talab qilganlarida mana shu oyatlar nozil bo'lgan ekan. Kofir mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mo'jizalar talab qilib, ular aytishgan ekanki, yerdan otilib chiqadigan bulog'ing bo'lsin, bo'stoning bo'lsin, yoki osmonga ko'tarilmaguningcha, yoki mana shu tog'larni tillo qilib yurmaguningcha senga iymon keltirmaymiz deyishgan ekan. Endi bu oyatdan ulamolar aytishgan ekanki, kimki Alloh nozil qilmagan narsani talab qilsa, mana shu uni shu nimaga, ya'ni Allohga kufr keltirishligiga dalolat qiladi. Ya'ni Alloh nozil qilmagan narsani talab qilishlik bu kufr keltirishligiga, ya'ni kofir bo'lishligiga dalolat ekan. Bu endi bu qilmish faqat shu to'g'ri yo'ldan adashgan kimsani qilmishi bo'lar ekan. 109-oyat.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Ahli kitoblardan ko'plari ularga haq ravshan bo'lgandan keyin o'zlaricha hasad qilib, sizlarni iymonli bo'lganingizdan keyin kofirlikka qaytarmoqchi bo'lurlar. Allohning amri kelguncha afv qiling, kechirimli bo'ling. Albatta Alloh har bir narsaga qodirdir. Tamanna kasirun min ahlil kitabi ay yarji'ukum ba'da imanikum kuffaran kama kuntum min qablu ta'buduna al-asnam. Ahli kitoblardan ko'plari bundan oldin sizlar sanamlarga ibodat qilganingiz kabi kofirlikka, iymoningizdan keyin kofirlikka qaytmoqligingizni orzu qiladilar. Bisababil hiqdilladi imta'alat bihi nufusuhum min ba'di ma tabayyana lahumus sidqu nabiyillahi va rasulihi Muhammadin sallallohu alayhi va sallama fima ja'a bihi. O'sha mana shunday, ya'ni ular mana shunday kofirlikni sizlarga orzu qilishliklari ularni o'sha nafslarida, ya'ni o'zlarida to'lib ketgan hiqidlari, ya'ni hasadlari sababidandir. O'sha payg'ambar Muhammad, Allohning elchisi, nabiyi va elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam keltirgan narsalarini rostligi ularga bayon bo'lgandan keyin o'zlarini nafslarida to'lib ketgan hasadlari sababidan mana shunday orzu qiladilar. Fatajawazu amma kana minhum min al-isa'ati wa khata'in wasfahu an jahlihim hatta ya'ti Allahu bi hukmihi fihim bi qitalihim faqad ja'a va waqa'a. Bas sizlar ularni yomonliklarini, xatolarini o'tib turinglar, ya'ni kechirib turinglar va ularni jaholatini afv qilib turinglar. Hatto ularga urush qilishlik hukmi Allohdan kelguncha shu afv qilib turinglar. Endi dar haqiqatan keldi va voqean bo'ldi. Ya'ni o'sha to Alloh taolo bularga qarshi jang qilishga hukm qilguncha mayli kechirib afv qilib turinglar. Endi dar haqiqatdan ham u endi o'sha Alloh taolo buyurgan, ularga qarshi jang bo'lgan, urush bo'lgan, bu voqea bo'lgan. Va sayu'aqibuhum lisu'i af'alihim. Yaqinda ular yomon qilmishlari uchun azoblanadilar. Innalloha ala kulli shay'in qodir, la yu'jizuhu shay'. Albatta Alloh hamma narsaga qodirdir. Uni biron narsa ojiz qoldirmaydi. Mana vadda deb Alloh taolo vadda kasirum dedi. O'sha ahli kitoblardan ko'plari yaxshi ko'radilar. Ana shu sizlarni kofir bo'lishliklaring, iymonlaringdan keyin dedi. Vadda degani juda ham yaxshi ko'rish, qattiq istash, xohlash. Arab tilida mana shu vadda deylar ekan. Alloh taolo hammalari shunaqa bo'lardi. Ahli kitoblar hammalari demadi. Alloh taolo juda ham insofli, juda ham odil zot. O'sha min ahlil kitabi dedi. O'sha ahli kitoblardan dedi. O'sha ulardan bo'lgan kimsalar hammalari demadi. Bu xitob yahudiylarga bo'lgan ekan. Ularni maqsadlari shu mu'minlarni iymondan qaytarish bo'lgan. Endi buni sababi nima ekan? Hasad ekan. Hasad shu qalblaridagi hiqd, hasad tufayli bular shunaqangi mu'minlarga shu ahli do'zax bo'lishligini orzu qilishar ekan, o'zlariga o'xshagan. Boshqa oyatlarda Alloh taolo sizlar ularga o'xshash kofir bo'lishingizni istaydilar deb aytgan.
Mana shu hasad insonni hamma yomonliklarga boshlaydi. Hasad bu insonni qalbida yongan bitta o't. O'zini ado qilaveradi, o'zini ado qilaveradi. Shu to'g'risida bir nima eshitdim. Bir nimadan ulamodan eshitdimki, o'sha nimada bir voqea bo'lgan ekan, Abbosiylar zamonida bo'lgan ekan. Shu hasad haqida bir rivoyat ekan, ibrat oladigan. Abbosiylar zamonida xalifani oldiga bir badaviy odam, cho'ldan bir badaviy odam kelgan ekan. U endi bir ish bilan kelib xalifa bilan gaplashganida u odamni fasohati, keyin aqlli kishiligiga xalifa juda hayron qolibdi-da, unga yoqib qolibdi. Keyin aytibdiki, "Meni yaqinlarimdan bo'ling, meni oldimda qoling" deb unga mana shu o'zi shu nimasidan saroydan bir joy ajratib berib, "Mana shu yerda qoling, mana shu yerda juda sizni aqli farosati yoqibdi-da", uni olib qolibdi. Uni endi u bilan endi xalifa ko'p suhbat qilar ekan, ko'p bir yaxshi fikrlarini qabul qilar ekan, ko'p suhbat qilar ekan, uni fasohatidan hayron qolar ekan. Shunda xalifani bir vaziri u endi badaviy odamga hasad qilibdi-da, hasad qilib bir nima shu odamni shu xalifani oldidan uzoqlashtirib, shuni yo'qotishlik chorasini o'ylabdi. O'ylab, lekin bir kun aytibdiki, mehmonga chaqiraman-da, bunga bir ish uyushtiraman debdi. Keyin o'sha badaviyni mehmonga chaqiribdi uyiga. Chaqirib, uydagilarga tayinladiki, hamma ovqatga sarimsoq piyoz solinglar. Sarimsoq piyozli bo'lsin hamma ovqat debdi. Keyin ular hamma ovqatlarni shunaqa sarimsoq piyozli qilibdi-da. Keyin shunaqa uni chaqirib, arobiyni chaqirib uyida mehmon qilibdi. Mehmon qilib bo'lib, keyin o'zi xalifani oldiga boribdi-da, aytibdiki, "Badaviy sizni haqingizda xalqni ichida bir gap tarqatib yuribdi ekan, shuni eshitib qoldim" debdi. Xalifa nima deb gap tarqatyapti ekan desa, shu nima xalifani og'zida hidi bor ekan, shu gaplashganda zo'rg'a chidab turaman degan gap tarqatibdi desa, xalifa rosa g'azablanib, keyin vazir ketgandan keyin badaviyni chaqirtiribdi. Badaviyni chaqirtirib nima qilsa, badaviy og'zini bunday bekitib, o'zini uzoq saqlab turibdi ekan. O'shani lekin ko'rib, vazir to'g'ri aytibdi-da, debdi-da. Keyin bitta xatni yozibdi. Bitta xatni yozib, endi badaviy ko'rsatmasdan palonchiga olib borib berib topshiring mana shu xatni debdi. Keyin xo'p bo'ladi deb badaviy u xatni olib endi nimaga berk narsaga solib beribdi. Bir xaltagami berk narsaga solib berdi. Keyin men shuni mana ochmasdan shu palonchiga olib borib bering debdi. Keyin halini olib ketayotganda yo'lidan vazir chiqibdi-da. "Ha, qayerga ketyapsiz?" desa, "Mana shu nimani palonchiga elitib beraman. Podshoh nima aytdilar, xalifa aytdilar" desa, "Ha, men o'sha tarafdan ketyapman. Menga bering, men berib qo'ya qolaman" debdi. Ichida o'ylabdiki, u xalifa yana bunga sovg'a salom berib, o'sha nimaga xazinabonga jo'natib buni yana sovg'a salom beradi shekilli deb hasad qilib halini olibdi-da. Keyin shunday ochish mumkin bo'lmagan ekan, shunday lekin olib borib hali xalifa tayinlagan odamga qo'liga topshiribdi. U xatda ichida shu xatni sani qo'lingga kim topshirsa, o'shani darrov qatl qil degan yozuv ekan. Keyin hali odam, keyin xatni olgan odam, u keyin vazirni darrov nima qilib o'ldiribdi. Keyin shov-shuv bo'lib ketibdi, hamma yo'q, nimaki vazirni qatl qilinibdi deb. Keyin nima bo'lib, xalifa rosa hayron bo'lib, keyin hali badaviyni chaqirsa, nima bo'ldi deb so'rasa, shunaqa deb o'sha kunduzi mehmon bo'lganini, keyin yo'lidan chiqib qolganda, keyin xatni men berib qo'yaman deb qo'lidan olganini shularni aytganda, keyin xalifa aytgan ekan, "Ha, uni hasad o'ldiribdi" degan ekan.
O'shandek hasad bu insonni o'zini quritadigan narsa. Mana shu yahudiylarning hasadlari o'zlarini xarob qildi. 110-oyatda o'qiymiz. Va aqimus solata va atuz zakata va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indalloh. Innalloha bima ta'maluna basir. Namozni qoyim qiling, zakotni bering. O'zingiz uchun qilgan yaxshiliklaringizni Allohning huzurida toparsiz. Albatta Alloh qilayotganingizni ko'ruvchi zotdir. Vashtaghilu ayyuhal mu'minun bi ada'is solati ala wajhiha as-sahih wa i'ta'iz zakatil mafrudi wa alamu anna kulla khairin taqdimunahu li anfusikum tuqaddimunahu li anfusikum tajiduhu thawabahu indallohi fil akhirati. Ey mu'minlar, namozni sahih ko'rinishga ko'ra ado qilishlik bilan va farz bo'lgan zakotni berishlik bilan mashg'ul bo'linglar. Bilingizlarki, albatta anna kulla khayrin, sizlar keltirayotgan, ya'ni qilayotgan har bir yaxshi, o'zingiz uchun keltirayotgan har bir yaxshilik, sizlar taqdim qilayotgan har bir yaxshilik, uni savobini oxiratda Allohning huzurida topasizlar. Innahu ta'ala basirun bikulli a'malikum va sayujazikum alayha. Albatta Alloh taolo sizlarning hamma amallaringizni ko'rib turibdi va yaqinda o'shanga ko'ra jazo mukofot olasizlar. Demak, Alloh taolo bu oyatda namozni qoyim qilishlikka buyuryapti. Ya'ni namozni o'qib qo'ya qolinglar, bas uni qoyim qilib, ya'ni qalbdan o'sha xushu-xuzu bilan o'qishligimizga chaqiryapti va zakotni, farz bo'lgan zakotni ado qilishligimizga va nima yaxshilik qilsak ham uni Alloh huzurida topishligimiz va albatta Alloh hammasini ko'rib turganligini xabarini beryapti. Tavba surasining 60-oyatida Alloh taolo zakotni kimga berishliklarini bayon qilgan. Kimga berishlik kerakligini bayon qilgan. Birinchi faqirlarga, ikkinchi miskinlarga, uchinchi sadaqa ishida ishlovchilarga, ya'ni sadaqa yig'ib zakot yig'uvchilarga, to'rtinchi ko'ngillarni islomga ulfat qilishlikka, beshinchi qul ozod qilishlikka, oltinchi qarzdorlarga, yettinchi Alloh yo'lida, ya'ni Alloh yo'lidagi jihodga, sakkizinchisi yo'lovchi musofirlarga. Mana shu 8 toifa odamlarga zakotni berishlik mumkin bo'lgan joylar, nimalar, o'rinlarni hammasini Alloh taolo Tavba surasida aytgan ekan. Endi 111-oyat. Va qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Va ular jannatga yahudi va nasorolardan boshqa hech kim kirmas dedilar. Bu ularning xom hayollaridir. Sen agar rostgo'y bo'lsangiz, hujjatingizni keltiring deb ayting. Idda'a kullu minal yahudi wan nasara anna al-jannata khassatun bi ta'ifatihi la yadkhuluha ghayruha. Tilka awhamuhumul fasidatu. Qul lahum ayyuhar rasul akhdiru dalilakum ala sihhati ma tad'un in kuntum sadiqina fi da'wakum. Yahudiylardan va nasorolardan bo'lgan har bir kimsa albatta jannat boshqalarsiz, ya'ni albatta jannat bir toifaga xosligini, la yadkhuluha ghayruhum, va unga boshqalar kirmasligini da'vo qildilar. Mana bu ularni fasod o'ylaridir, o'y hayollaridir. Ayting ularga, ey payg'ambar,
o'zlaringizni davo qilayotgan narsalaringizga, agar sizlar o'zlaringizni davolaringizda rostgo'y bo'lsalaringiz, davo qilayotgan narsalaringizni to'g'riligiga dalillaringizni hozir qilingiz. Mana shu demak, bu oyatda Alloh taolo Yahudi nasorolardan bo'lgan kimsalarni puch dalillarini, ya'ni hech asossiz dalillarini Alloh taolo bizga bayon qilyapti. Endi ba'zi insonlar tushunar ekanki, Yahudiylar va nasorolar, Yahudiy bo'linglar yo nasoro bo'linglar, keyin jannatga kirasizlar, bo'lmasam kirmaysizlar deydi deb o'ylar ekan ba'zi bir odamlar mana shu Qur'onda shu oyatlari haqida. Yo'q, unday emas ekan. Ulamolar aytishar, buni oyat sharhida aytishyaptiki, nasoro bo'linglar, jannatga kirmaysizlar bo'lmasam der ekan. Yahudiylar bo'lsa, Yahudiy bo'linglar, bo'lmasam jannatga kirmaysizlar der ekan. Buni dalili shu 113-oyatda kelar ekan. Ular bir-birlarini adashgan deyishadi. Endi bu jannatga kirishni da'vo qilishliklari, bu hammasi bularni xom hayollar. Amaniya degani xom hayol. Agar da'volari rost bo'lsa, agar rostgo'y bo'lsalar, hujjat keltirsinlar-chi deyapti Alloh taolo. Yo'q, bular hech qachon hujjat keltirolmaydilar. Chunki bu o'zlarini havoyi havaslaridan, o'sha shaytonlarini vasvasasidan gapirgan gaplari. 112-oyat. Bal man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Yo'q, kimki yaxshilik qilgan holida yuzini Allohga topshirsa, unga Allohning huzurida ajr bordir. Ularga xavf yo'q va ular xafa ham bo'lmaslar. Ya'ni Robbilarining huzurida ajr bordir, ularga xavf yo'q va ular xafa ham bo'lmaslar. Laysal amru kama za'amu annal jannata nakhtassu bitoyifatin takhtassu bitoyifatin duna g'ayriha va innama yadkhulul jannata man akhlasa lillahi wahdahu la sharika lah. Ish ular da'vo qilgandek emas. Albatta jannat boshqalarsiz bir toifaga xos bo'ladi deb ular da'vo qilganchalik bas. Balki jannatga kimki Allohni bir o'ziga, sherigi yo'q Allohni bir o'ziga xolis bo'lgan bo'lsa kiradi. Va huwa muttabi'un lir-rasuli Muhammadin sallallohu alayhi va sallama fi kulli aqvalihi va a'malihi. Va u Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga har bir so'zida, amalida ergashgan bo'lsagina kiradi. Faman fa'ala zalika falahu savabu amalihi inda robbihi fil akhirati. Kim mana shuni qilgan bo'lsa, bas uning uchun amalining savobi, Robbisining huzurida oxiratda amalining savobi bordir uning uchun. Va huwa dukhulul janna. Endi shu amalining savobi u jannatga kirishlikdir. Va huwa la yakhafuna fima yastaqbalunahu min umuril akhirati. Va u oxirat ishidan unga keladigan narsalarda qo'rqmaydi. Va la hum yahzanuna ala ma fatahum min huzuzid dunya. Va ular dunyo ulushlaridan tark qilib ketgan narsalariga ham xafa ham bo'lmaydilar. Demak, jannatlar o'sha oxiratda ularga iqbol qilib, ya'ni oxiratda keladigan narsalardan qo'rqmaydilar va dunyoda tashlab ketgan narsalariga xafa ham bo'lmaydilar. Mana shu jannatiylarning sifati mana shunday bo'lar ekan. U Yahudiylar yo nasorolar jannatga kiruvchilarni kimligini hukm qiluvchi emaslar. Alloh taoloning o'zidan hukm kelyaptiki, kim jannatga kirishligini Alloh taolo o'zi aytayapti. Mana yo'q deyapti. Yo'q, ularda bu xom hayollari puch, yolg'on, bu davolari
haqiqat emas, yolg'on davo bu. Balki man aslama vajhahu lillahi va huwa muhsinun deyapti Alloh taolo. Ya'ni kim endi yuzini Allohga taslim qilsa, muhsin holda, ya'ni yaxshilik qiluvchi bo'lib, yaxshi amallar qiluvchi bo'lgan holda Allohga yuzini taslim qilsa, mana shu endi Robbisini huzurida mana shu insonga ajr bor. Unga hech xavf ham yo'q unga va unga nima ham yo'q, xafagarchilik ham yo'q. Ya'ni oxiratda keladigan narsalarda xavf yo'q unga va dunyoda tashlab ketgan narsasiga xafachilik, mahzunchilik, ya'ni mahzun bo'lishlik ham yo'qdir. Alloh taolo darslarimizni foydali qilsin, davomli qilsin. Alloh taolodan o'zini fazli marhamatini so'raymiz. Subhanaka Allohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.